Hammaga Surxondaryo Denovdan assalomu alaykum. Hamma bugun biladi. Bugun hamma joyda mashina bozor ishlaydi, lekin men o'zim podpischiklarim uchun yuk mashina olaman deganlar uchun yakshanba kuni mashina bozorga borib issiqda qiynalib yurmasdan salqinginaga kelib mashinalarni maza qilib tanlab ham konsultatsiyalar olib ketishni tavsiya qilaman. Bugun biz Surxondaryo Denov shahridagi Denov Shinray avtosaloniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda eng zo'r variantlarni sizga aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoga hozirning o'zida bitta like bosib qo'ying, jalq emas. Bugun video davomida sizga qanaqa chegirmalar bor, qanaqa mashinalar olish mumkin, qanaqa xususiyatlari va qanaqa qulayliklari bor, hammasini aytib o'taman. Bir boshdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, do'stlar, bu T30 yakka balonligi. Birinchi nega buni ko'rsatyapman? Bu yukni yaxshi ola oladi, lekin bu yerdagi modellardan eng arzonroq variant, lekin 2,5 tonnagacha bemalol yuklarni ola oladi. Undan tashqari bu yerda T30 qo'sh balon. Mashina yuk mashina kerak deganlarga, komforti ham zo'r bo'lsin deganlarga buni salonni oldin sizlarga ko'rsatganmiz akalar. Konditsioneri bor, orqa kameralari bor, elektron rullari bor, ABS tormozlari bor. Men bugun sizga aytmoqchi bo'lganim, bu yuk ko'tarish hajmi o'zi 3,5 tonnagacha yozilgan bo'lsa, men o'zim shaxsan ko'rdim, 5 tonnagacha ortganlarini ko'rdim. Aynan mana shu mashinaga bu nega yukni ko'p ko'tara oladi? Pastroqdan ko'rsangiz, bu qo'sh balon. Yukni xohlaganingizcha ortasiz. Bu birinchi ko'rsatgan modelimizdan ozgina qimmat, lekin yukni juda ham zo'r ola oladi. Laboni o'z chetda qoldirib ketishi aniq. Labodan bir 4 ta 5 ta yukni ko'proq olsa kerak. Endi keyingi ko'rsatadiganimiz, aytgancha bu variantlarimizni gaz, benzin modellari bor. Kelib, o'zingiz qaysi ma'qul bo'lsa, o'shani sotib olasiz. Sizga eng bugun videomizni ko'rsatmoqchi bo'lganimiz albatta T32 5 o'rindiqli o'rtoqlar. Bu modelga Shinray milliy brendimiz 1 oy davomida 3 million chegirma bergan. Tasavvur qilyapsiz, mana shuni o'zini tan narxidan 3 million chegirma berib yuborishgan. Gazli modeliga. Oldin bunaqa katta chegirmani men o'zim eshitmaganman. Oldin ham chegirma bonuslar qilib berilgan, lekin aynan mana shu oyda mana shu modelga 5 o'rindiqlisiga 3 million chegirma berib yuborishgan o'rtoqlar. Bu qanaqa? Biznesmenlar, tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Ishchisi bor, ya'ni yuk ortib yuradi, ularga juda ham ma'qul keladi. Men o'zim mana shu oy davomida kuzatyapman, sotib olishyapti. Oilaviy kelib sotib olishyapti, tijoratida, tadbirkorligida ishlatadi, oilaviy shu mashinada yurishadi, yukni ham ortib yurishadi va chegirmasi ham juda ham zo'r. Men o'zim ko'rganim, mana shu oy o'zida kamida shu kelgan paytlarim 5 tachalar mashina olib ketishgan. Undan tashqari ham juda ham ko'p sotilyapti, sababi bonusga hamma ulgurib qolay deyapti. Endi ichkari kiramiz o'rtoqlar. Boshida aytib o'tganimdek, videoni salqinginada mashina ko'rasiz dedim-ku. Salon o'zimizni mana Ulyanov bolnitsadan o'tgandan keyin Ilimkon xususiy maktabidan o'tganingizdan keyin chap qo'lda joylashadi. Kelsangiz, hattoki mana yakshanba kunlari ham menejerlar bu yerda ishlashadi. Bu yerda dam degan narsani o'zi yo'q. Xohlagan paytingiz kelasiz, mashina deysizmi, boshqa konsultatsiyalar, narxi, qanaqa qulayliklari bor, qanday sotib olsangiz bo'ladi, mashinaga pulingiz yetmay qolsa nima imkoniyatlar bor, mana shular hammasini sizga menejerlar chiroyli qilib tushuntirib qo'yadi. Mana kelganingizdan bu yerda mashina narxlari yozilgan, bu yerga o'tirib gaplashasiz va eng sizga asosiy ko'rsatmoqchi bo'lganim, yaqinroq kelamiz. Asosiy ko'rsatmoqchi bo'lganim, mashina oladigan bo'lsangiz, sizga avtoehtiyot qismlar uchun joy aniq, ya'ni bozordan qidirib yurmaysiz. Shinray avtosalonidan mashina oladigan bo'lsangiz, xohlagan zapchastingizni mabodo Shinray avtosalonida bo'lmasa ham 1 kun, uzog'i 2 kunda zakaz qilib olib keltirib berishadi. Ya'ni eng kichkina avto ehtiyot qismlar ham mana shu yerdan topishingiz mumkin. Undan tashqari Shinray avtomashinalari uchun servislar bor. Mana shu Denovimiz o'zida servis bor va bu servis mana shu kafolatini ham ichiga kirib ketadi. Boshqa joyga qidirib yurmaysiz. Ya'ni yuk mashina oladigan bo'lsa, siz sarsongarchiliklardan qutulasiz. Endi mana yana ofisimiz ichkarisini ko'rsataman. Sizga bugun to'liq mana Shinray avtosalonining ichini obzor qilib ko'rsatishga ahd qilganmiz. Qani kiramiz. Mana shu avtosalonimizni o'rtoqlar ofisi xohlagan paytingizda ertalab soat 7:30, 8 dan avtosalon ochiq bo'ladi. Kechqurungi soat 7 gacha bemalol kelib, pastda ham nomerlar qoldiramiz. Kelib mana shu yerda
konsultatsiya olishingiz mumkin. Ya'ni siz yuk mashinalariga qiziqib yurgan bo'lsangiz, qanaqa sizga mos tushadi, qaysi yuk mashina siz uchun ko'proq mos, undan tashqari yana qanaqa bonuslar qilib berishadi, hammasini mana shu yerga kelsangiz, albatta chiroyli qilib sizga tushuntirib berishadi. Undan tashqari videoni oxiriga yetib keldik o'rtoqlar. Sizga aytishim kerak bo'lgan narsa, har bir yuk mashina uchun bu yerda bonus chegirmalar chiroyli holatda, ya'ni o'zimizni Surxondaryocha jaydari holatda sizni xursand qilgan holatda jo'natib yuborishadi. Bonuslariga men o'zim bilganim Chexol, Polik, undan tashqari Surxondaryoning qaysi tumanidan kelsangiz ham to uyingizga yetib olgunizcha yoqilg'i uchun bonusiga pul ham beriladi. Ya'ni siz Termizdan kelasizmi, Jarqo'rg'onmi, Qumqo'rg'onmi farqi yo'q. Mana shu denovga keladigan bo'lsangiz, sizni yo'l kirangizgacha ham hattoki ko'tarishadi. Bu albatta Shinray avtosalonni mijozlari uchun. O'rtoqlar, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Pastda raqam qoldiraman. Yana xohlagan savollaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz, bilaman bizni chet elda yurganlar yoki yuk mashina olaman deganlar kuzatib turishibdi. Sizga o'ylaymanki, juda ham zo'r variantlarni bugun ko'rsatdik. Undan tashqari oxirgi videolarimizda ham mashinalar haqidagi to'liq obzorlarni qilganmiz. Kirib bemalol ko'rishingiz mumkin do'stlar. Videoga bitta like bosib qo'yinglar. O'ylaymanki, sizga videolarimiz ma'qul kelyapti.